Prezident Shavkat Mirziyoyev 17 noyabr kuni kimyo sanoatida amalga oshirilayotgan ishlar tahlili va yangi loyihalar muhokamasi yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. Mamlakatimiz iqtisodiyotida olib borilayotgan tarkibiy o'zgarishlar bugun natijadorlikka aylanmoqda. Xususan, kimyo sanoatida so'nggi 5 yilda umumiy qiymati 2 milliard 100 million dollarlik 16 ta investitsiya loyihasi amalga oshirilib, 3000 ta yangi ish o'rni yaratildi. Yana bir muhim jihati, sohaga xususiy sektor kirib kelib, ular tomonidan 45 million dollarga teng 8 ta loyiha ishga tushirildi. Shu 5 yilda kimyo sanoatida ishlab chiqarish 1,5 barobarga, eksport hajmi 190 million dollardan 300 million dollarga ko'paydi. Korxonalarning umumiy sof foydasi 8 barobardan ziyod bo'lib, joriy yil yakuni bilan 1 trillion so'mdan oshishi kutilmoqda. Metallurgiya bilan kimyo bizda eng driver tarmoqlar bo'lyapti. Joriy yilni qanday yakunlanishi va kelgusi yilda sohani rivojlantirish bo'yicha aniq rejalar hisobidan nimalarga e'tibor berish kerak. Joriy yil iyulda biz kelishganmiz, xomashyodan tayyor mahsulotgacha zanjir doirasida yuqori qiymatli tovarlarni ishlab chiqarish bo'yicha 6 ta texnologik klaster bo'yicha topshiriq berilgandi. Kelgusi yil Toshkent, Navoiy, Farg'ona viloyatlarida texnologik klaster faoliyatini yo'lga qo'yish ishlarini boshlashimiz zarur. Chirchiqda Ximgrad industrial parkini xorijiy investorlar bilan birga kelgusi yilda 14 ta loyihani albatta amalga oshirishni boshlashimiz kerak. Kelgusi yilda ishlab chiqarish hajmini 12 trillion so'mga, eksportni kamida 400 million dollarga ko'tarish kerak. Tayyor mahsulotni markirovkasini qilish bo'yicha dastur ishlab chiqish kerak. Korxonalarni har bittasini transformatsiyasi nima bo'ladi, qanday bo'ladi, zamonaviy texnologiyalar va boshqaruv tizimini joriy etish bo'yicha ishlarni izchil davom ettirishimiz kerak. Agar uni davom ettirmasak, eski korxonalar bilan chora-tadbirlarni amalga oshirib bo'lmaydi. Qayd etilgandek, umumiy qiymati 740 million dollarlik 4 ta yirik loyiha bo'yicha qurilish ishlari boshlanadi. Shuningdek, kelgusi yilda suyuq kompleks o'g'itlar, karbamid formaldegid smolasi, kalsiy xlorid kabi yangi turdagi mahsulotlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Mutasaddilarga ushbu loyihalar ijrosini doimiy nazoratga olish bo'yicha ko'rsatma berildi. Korxonalarni transformatsiya qilish, ularga zamonaviy texnologiyalar va boshqaruv tizimini joriy etish ishlarini izchil davom ettirish zarurligi ta'kidlandi. Yangi korxonalarni kadrlar bilan ta'minlash ham muhim masala. Shu maqsadda kelgusi yilda 6000 nafar oliy va o'rta maxsus va o'rta bo'g'in mutaxassislarni tayyorlash mo'ljallangan. Tarmoqdagi 6 ta korxona negizida o'quv markazlari hamda Chirchiq shahrida ishchi mutaxassislar tayyorlash majmuasini ishga tushirish belgilangan.